kimki davlat institutlariga kira olmasagina xususiyda o'qiydi degan fikr ko'p yuradi. Lekin Toshmiga grantga kirsam, o'qiyman. Kirmasam, unda kimyoda o'qiyman deganman. maktabda o'qib yurgan paytim IELTS imtihonini topshirishga aynan Yoju institutiga kelganman. Vau, qani edi shu institutda men o'qirdim shu yerda jonim bilan. Uydagilarim birozgina qaysidir ma'noda qarshi bo'lgan, chunki Kontrakt summasini eshitganimizdan keyin bu endi o'rta odam uchun albatta kattaroq summa bo'ladi. Birinchi marta ochiq eshik kunlariga borganimda menga butun sharoitlar to'g'risida aytib o'tishgan, lekin grant borligida hali bilmasdim. Farzandning vazifasi bu uydagilarni qiynab qo'ymaslik. Bu degani 15 million. To'g'ri, zo'r, lekin men o'sha bundan oldin 15 million yutdim. Ya'ni men nimadir kattaroqni xohlaganman. hammamiz turibmiz va natijalarni e'lon qilishyapti. Familiyamni eshitib men juda ham xursand bo'lib yig'lab yuborganman. Birinchi kursda bizga endi aytib berishganda albatta ishonmaganmiz, chunki qanaqa qilib bu xususiy universitet, lekin biz 500 dan ortiq talabaga demak tasdiqlarni taqdim qildik. 2, 3, 4-kurslar uchun 50% dan va bu yil uchun 100% bo'ladigan bo'lsa 70 million so'm miqdoridagi grant sohibasi bo'ldim. Bir yillik umumiy bizning ta'sislar fondimiz 4 milliarddan oshiq miqdordagi mablag'ni biz to'g'ridan-to'g'ri ajratib kelmoqdamiz va bu raqamlarni cheklanib qolmoqchi emasmiz. Dalshi grant yutib olishda davom ettirardim. Chunki menga yoqadi bu yerda o'qish. Assalomu alaykum. Mening ismim Muhammadjon. Men Toshkent kimyo xalqaro universiteti 5-kurs davolash talabaasi bo'laman. Assalomu alaykum. Ismim Dilyora. Men Toshkent kimyo xalqaro universiteti davolash 5-kurs talabasiman. Здравствуйте, меня зовут Ким Анастасия Алексеевна. Я являюсь студенткой 4-го курса Института КИМЕО, вечернее образование. Ismim Bobur. Toshkent kimyo xalqaro universiteti davolash ishi yo'nalishi 4-kurs talabasiman. Men ismim Kabulov Sarorbek. Men hozirgi vaqtda Toshkent kimyo xalqaro universiteti davolash ishi 4-kurs ingliz patolog talabasiman. O'zi men 7-8-sinfda bilardim, shu tibbiyot yo'lidan ketmoqchi bo'lganman. Farm litseyga kirganman va Farm litseyda qo'shimcha biologiya, kimyo o'qiganman. Litseyning 2-kurslarida bizga SPBGU, ya'ni Sankt-Peterburg Государственный медицинский universitetdan kelishgan. Aytishgan ekzamen topshirsanglar bo'ladi deb. Biz ekzamen topshirganmiz. SPBGU va Voronejga grantga kirganman. Shundan keyin o'sha dokumentlarni tayyorlab, o'tga boradigan bo'lib turganimda Sankt-Peterburgga bir oy qolganda adam yo'q, bormaysan deb qo'yganlar. Shu yerda o'qiysan, hozir o'tga bormagan deganlar. Bu degani shu yerda qaysidir universitet tanlashim kerak. Ya'ni o'zimizdan Toshmi, Sampi shularga kirishim kerak bo'lgan. Xo'p deganman, tayyorlanganman, yarim yil qolganda. Shunda men kimyoni, ya'ni u payt Yoju edi. Bilganman shu universitet borligini, kelganman ochiq eshik kunlariga va menga nima yoqqani ingliz tilida o'qish imkoniyati borligi. Men uydagilar bilan kelishuv bo'lgan, adam bilan Toshmiga grantga kirsam, o'qiyman. Kirmasam, unda kimyoda o'qiyman deganman. Xo'p deyishgan va ishonasizmi 5.5 ball yetmagan grantga kirishimga. 1.69 yig'ganman, u paytda grant 1.75 edi. Keyin uydagilarga aytganman, bo'ldi, men kimyoda o'qiyman deganman. Bu yerga topshirganman dokumentimni, lekin hech ham shubhalamaganman kirishimdan va Xudoga shukr, ingliz gruppaga kirganman. Shu paytgacha mana hozir 4-kurs bo'ldim. Haligacha hech qachon afsuslanmaganman. Shu student bo'lganim uchun. Chunki bu yerda tibbiyot yo'nalishi uchun hamma usloviyalar qilingan. Va hattoki ishonasizmi, o'sha adam o'qishga ruxsat bermagan joy, ya'ni Sankt-Peterburgdagi universitetga mana shu yil boshida o'zimiz jamoa bilan kimyo xalqaro universitet nomidan borib, olimpiadada ishtirok etib, SNG orasidagi studentlarning ichida birinchi o'rin o'zimiz yo'nalishimizdan qo'lga kiritib kelganmiz. Eng avvalambor ko'pchilikda fikri shundayki, xususiy universitetga qaysi talaba kiradi? Kimki davlat institutlariga kira olmasagina xususiyda o'qiydi degan fikr ko'p yuradi. Lekin unaqa emas. Faxrlanib ayta olamanki, Andijon davlat tibbiyot universitetiga kirganman, institutiga. Shu bilan birgalikda u payt Yoju instituti edi. Kirganman, uydagilar bilan ko'p maslahat qilganmiz.
va uydagilarimni bitta gapi haligacha esimda, xususiy universitetmi, demak imkoniyatda, sharoitda shunga yarasha ko'proq. Va men ham shu universitetda o'qishga qiziqqanman, chunki maktabda o'qib yurgan paytim IELTS imtihonini topshirishga aynan Yoju institutiga kelganman. Ko'rganmanda, vau, qani edi shu institutda meditsinasi, tibbiyoti yo'nalishi bo'lganida men o'qirdim shu yerda jonim bilan deb. Chunki menga bu yoqdagi atmosfera, talabalar hammasi juda ham yoqqan, meni shu narsa ruhlantirgan, xayolimdan o'tgan va oradan bir qancha vaqt o'tib shu yerda o'qib yuribman va men bundan juda ham xursandman. Tanlovimdan haligacha meni ota-onam, uydagilarim o'sha paytda to'g'ri tanlov qilganlaridan faxrlanishadi. Это очень интересная история, потому что это не первый институт, в который я поступила. Я поступала онлайн-институт, МТИ вроде бы назывался. И также я выиграла грант в Корее. Институт назывался Сунчон Хянде. Но так складывались обстоятельства, что постоянно не хватало денег, либо же времени. И это был уже последний мой шанс, так скажем. Я решила, что если я не поступлю, то все. Институт, мечта к институту уже все закончится. Вот. И был день открытых дверей. Мой муж меня повел силком, сказал: давай, посмотри, вдруг тебе понравится. На самом деле мне понравился институт, и я сказала: все, я точно сюда буду поступать. Мне все нравится, отношения, нас очень хорошо приняли, нам все показали, и я влюбилась в этот институт. И все, мое сердце стало лежать именно по направлению этого института. Вот я здесь. Institutni to'g'risini aytsam, birinchi kelganimda atmosferasi yoqqan, ya'ni judayam zamonaviy va o'zgacha atmosfera bo'lgan bu yerda va birinchi kelgan zahotimdayoq bu institutga kirib o'qiyman degan bir maqsad bilan imtihon topshirib ketganman. Esimda, men buvim bilan kelganman Toshkentga o'sha birinchi marta shartnoma olish uchun. Uydagilarim birozgina qaysidir ma'noda qarshi bo'lgan, chunki Andijonda o'qisam qulayroq, birinchidan kontrakt arzon, ikkinchidan uyimga yaqin bo'ladi, sarf xarajat kamroq. Meni buvimni yo'q, o'qishsin, biz yordam beramiz degan ma'noda ular olib kelgan. Shu yerda kontraktimizni o'zlari to'lab berishgan birinchi yilgisini. Shu tarzda boshlangan. Biz boshida kirayotganimizda bilmaganmiz. Kontraktni grant asosida yutib olib, shunaqa kontrakt to'lamaslik iloji borligini xabarimiz bo'lmagan. Birinchi kurs Toshkent men uchun umuman yangi atmosfera, qo'rqaman. Mendan-da kuchliroq talaba ko'p. O'zimga bo'lgan ishonch pastroq darajada bo'lgan. Haligacha esimda, birinchi marta grantga hujjat topshirganim, juda ham qo'rqib, mayli endi bermasa topshirib ko'raveraychi, nima bo'lsa bo'ldi deb tavakkal topshirganman. Lekin harakat qilganman, rostdan ham o'qiganman, hamma fanlarda a'lo darajada yopishga harakat qilganman va hammamiz turibmiz, natijalarni e'lon qilishyapti. Familiyamni eshitib men juda ham xursand bo'lib yig'lab yuborganman. Men demak uddalabman, ota-onamni menga bo'lgan ishonchini, ustozim aynan menga ishonch bildirib shu yo'lga olib kirganlarga men juda ham o'zimdan xursand bo'lib, faxrlanib ketganman. Bu narsa men uchun juda ham katta motivatsiya bo'lgan. Men bir yil eplay oldim. Nimaga men eplay olmasligim kerak? Men bitta plankani ushladim. Shu narsani yo davom ettirish kerak, yo o'sish kerak. Shu tarzda 2, 3, 4-kurslar uchun 50% dan va bu yil uchun 100%lik bo'ladigan bo'lsa 70 million so'm miqdoridagi grant sohibasi bo'ldim. Birinchi marta ochiq eshik kunlariga borganimda menga butun sharoitlar to'g'risida aytib o'tishgan, lekin grant borligida hali bilmasdim. Keyin o'sha dokumentlarimni topshirganda kelganimda ikkinchi kursdan shunaqa dokumentatsiya yig'ib, grant yutib olish imkoniyati berilishi haqida aytib o'tganlar. Va men bu narsani eshitib, o'zim uchun qaror qilganman, men albatta olishim kerak grant. Kirdik, 1 yil to'g'ri o'qidik. 1 yil ichida qilgan har bir imkoniyatimiz, ya'ni olimpiadalar, konferensiyalar, volontyorstvolarning dokumentlarini yig'ib, ikkinchi yili уже o'zimga uveren bo'lgan holda dokumentlarimni yig'ib topshirganman va ikkinchi kursdan уже grant yutib olganman. Men uchun 50% zo'r edi birinchi grantim. Lekin nimagadir yetishmaganda, baribir 100% boshqacha edi. 100% olmoqchi bo'lganman, harakatimni qilganman. Lekin afsuski GPA'im, ko'rsatkichim 0.5 ball yetmay qolgan kriteriya bo'yicha topshirgan dokumentlarim. Va uni o'rniga yana 50% grant yutib olganman ikkinchi yili ham. Bu degani 15 million. To'g'ri, zo'r. Lekin men o'sha bundan oldin 15 million yutdim. Ya'ni men nimadir
kattaroqni xohlaganman. 3-kursdan 4-kursga bo'ladigan ekzamenlarda maksimal darajada ballarni olishga harakat qilib, GPA'imni, ko'rsatkichimni ko'tarib, yetarlicha qilib, mana bu yili topshirdim. 3-kursda o'tgan darslarimni. GPA'im to'g'ri keldi. Hamma dokumentlarimni topshirdim va Xudoga shukr, qo'lga kiritdik. Men 100% grant yutib olganman, ya'ni o'sha Kimyo xalqaro universitet nomdor stipendiyasini va bu degani bu yili men o'sha kontrakt 30 millionini to'lamayman. Ya'ni 100% grantda o'qiyman degani. Men uchun bu juda ham katta yutuq edi. Endi Xudo xohlasa yana 2 yilimiz qoldi va bundan buyog'iga faqatgina shunaqa harakat qilishdi. Ya'ni bundan ham ko'proq harakat qilish motivatsiyasini oldim. Birinchi kursda albatta kontrakt summasini eshitganimizdan keyin bu endi o'rta odam uchun albatta kattaroq summa bo'ladi. Xudoga shukr, ota-onalarim hammasini to'lab va to'lagandan keyin bu albatta menga motivatsiya bo'ldi. Farzandning vazifasi bu uydagilarni qiynab qo'ymaslik. Bu yil uchun tashqi grantini 50% yutib oldim. Birinchi kursda bizga endi aytib berishganda bu grant shunaqa imkoniyat borligida shu universitetda biz albatta ishonmaganmiz, chunki qanaqa qilib bu xususiy universitet, lekin bilganimizdan keyin qanaqa talablar, qanaqa imkoniyat bu albatta berishi mumkin. Albatta harakatni boshlaganmiz. Birinchi navbatda hamma e'tibor baholaringizga, o'qishga qaratganman va u masalani hal qilganimizdan keyin olimpiada, statya, har xil maqolalar yozish, izlash boshladim. Albatta boshda qiyin edi. Xudoga shukr, bizda yaxshi domlalarimiz bor, ustozlarimiz, которые hammasi bizga hammasini o'rgatib, qo'limizdan prям ushlab, "Давай вот здесь надо это написать, здесь надо то написать" deb ko'rsatgan ustozlarimizga albatta ming bor rahmat deb o'tamiz. Chunki imенно ular sababchi bo'lgan hozir mana shu yerda o'tirib, mana shu intervyu berayotganim. Shu grantni yutganlaringizda, uydagilaringizga xabar berganingizda, ularning ko'zida mana shu quvonchni ko'rganingizda bu hech narsaga o'xshamaydigan tuyg'u bo'ladi va shu tuyg'uni har safar yanada va yana his qilaman deb motivatsiya paydo bo'ladi. Grant yutganim 2-yil bo'ladi. Ya'ni birinchisi bu 2024-yilga o'quv yilida bo'ldi. 50% yutganman va ikkinchisi bu yil 2025-yil yana 50% yutishga sazovor bo'ldim. Grant yutish uchun meni nazarimda birinchi o'rinda talaba o'z oliygohini sevish kerak va talaba qachonki o'z oliygohini qadrlasa, sevsa, o'z mehrini bersa, o'shanda unda yangi o'zini qirralari ochilib boradi va o'zi bilmagan holda yaxshi va yuqori natijalarga erishishga sazovor bo'ladi. На первом году обучения я не знала, что в институте есть грант. Мне сказала учительница, она полностью проинформировала меня, что есть грант, что нужно сделать. Чтобы получить грант, первое, нужно высокий GPA, чтобы не было фейлов, написать статью, это прям очень большой плюс будет при выборе конкурсанта, кто на выигрыш, кто выиграет грант последующий. Дальше паспортные данные, данные о семье и мотивационное письмо и документ, подтверждающий твой высокий GPA. На первом году обучения не дается грант, со второго года обучения ты можешь получать грант 50, 25% и 75%. Раньше было 100%, но я не успела, отменили, сейчас есть только 75%, это самый высокий грант. Первое полугодие мне помогла моя бабуля, она мне подарила деньги, и я оплатила. Второе полугодие я работала одновременно в школе и здесь училась, так как у меня вечернее образование, мне это позволяло. Но это было очень тяжело, и учеба стала как бы на второй план у меня. Мне это не понравилось, и в дальнейшем я подумала, как я могу изменить эту ситуацию, потому что мне учеба в этом институте очень нравилась, и для меня учеба была на первом месте в душе. Я не хотела, чтобы я только отдавалась полностью работе, потому что я сюда пришла с целью закончить этот институт и получить знания. Вот. И узнав о гранте, я уже все силы вложила, чтобы получить этот грант. Ну и плюс я не хотела, чтобы в моей семье было тяжело с оплатой гранта. Если, допустим, я бы не работала бы и только училась бы, да, но не получала бы грант, а полностью бы оплачивала бы моя семья. Это большая сумма. Вот, с такими мыслями я, конечно же, очень усердно училась, все, что надо, выполняла, все домашние задания, на всех конкурсах я участвовала, чтобы достичь результата. В последующие года, когда
подавала документы на грант, было намного легче, потому что ты уже знаешь, какой пакет документов нужен, что для этого надо. И плюс GPA уже высокий был на тот момент. И даже если бы я, допустим, получила бы низкий балл, все равно бы GPA только на чуть-чуть бы упал бы. Но конкуренции на тот момент было бы меньше, потому что с первого года у меня все, если я не ошибаюсь, все вроде бы A+ были оценки. Вот. И со второго года я все равно, несмотря на то, что мне было легче по сравнению с другими, я все равно старалась все на A+ закрыть, потому что была мотивация очень большая бесплатно учиться в этом превосходном институте. Universitetimiz 2018-yilda ilk nodavlat oliy ta'lim muassasasi sifatida tashkil etilgan. Dastlab bizda bor yo'g'i 5 ta bakalavriat yo'nalishi bo'ladigan bo'lsa, 2023-yilda amalga oshirilgan o'sha rebranding, ya'ni Toshkent kimyo xalqaro universiteti nomiga o'zgartirildi. Buni asosiy sabablaridan biri biz o'sha to'laqonli xalqaro universitet darajasiga ko'tarildik. Ta'lim sifatiga xalqaro e'tirof qilingan standartlarni qo'llash, to'liq kredit modul tizimi tatbiq qilinishi va eng asosiysi talabalarni demak ijtimoiy va akademik faollikka yo'naltirilgan ta'lim dasturlarini yo'lga qo'yganmiz. Bugungi kunda talabalarga yaratilgan imkoniyatlar keng. Xususan, mana bugun bo'lib o'tgan tadbirimizga muvofiq har yili biz demak talabalar o'rtasida o'zlarini ta'lim olishlari bilan, ilmiy faoliyatlari bilan, shu bilan bir qatorda o'zlarini mana shu talabalar safida eng iqtidorlilarini e'tirof qilish maqsadida demak ta'sischilar granti va shu bilan bir qatorda bizda nomdor demak stipendiyalar ham yo'lga qo'yilgan. Bu dasturning asosiy sabablaridan bittasi bu bizda tahsil olayotgan talabalarni demak bir vaqtni o'zida ham ijtimoiy, ham iqtisodiy qo'llab-quvvatlash asoslanadi. Mana bu yil biz 500 dan ortiq talabaga demak ta'sischilar grantini taqdim qildik va bundan tashqari 30 dan ortiq talabaga biz nomdor stipendiya taklif qildik. Hozirgi vaqtda Toshkent shahridan tashqarida hududlarda ham o'z filialimiz egamiz. Bu Namangan viloyatining Namangan filiali va Samarqand shahrida joylashgan Samarqand filiallari. Biz Toshkent, Samarqand va Namanganda bir xil ta'lim olish sifatini ta'minlaymiz va mana shu imkoniyat ham hududlardagi yoshlarga ham berilgan. Bu 500 dan tashqari Namangan va Samarqand filiallariga alohida biz qo'shimcha o'rin berganmiz. Ya'ni u yerda ham bevosita mana shu talabalar ham mana shu imkoniyatga ega. Va ular ham hozirgi vaqtda to'g'ridan to'g'ri taqdirlash marosimida ishtirok etishmoqda. Endi raqamlar haqida gapirsak, ko'p insonlar uchun bu qiziqarli. 1 yillik umumiy bizning ta'sischilar fondimiz nomdor stipendiyalar qo'shib chiqariladigan bo'lsa, bu o'rta hisobda 4 milliarddan oshiq miqdordagi mablag'ni biz to'g'ridan to'g'ri talabalarni mana shu o'qish uchun demak ta'sischilar yoki bo'lmasa nomdor stipendiya sifatida ajratib kelmoqdamiz va bu raqamlarni cheklanib qolmoqchi emasmiz. O'ylashim bo'yicha respublikamizda bugungi kunda yuritilayotgan oliy ta'limga bo'lgan talabalarning intilishi, shu bilan birga mana shu intilishga universitetlar tomonidan ham javob tariqasida biz mana shu dasturni yo'lga qo'yganmiz. O'ylaymanki, yildan yilga o'quv yillarida ta'lim sifatini oshirish bilan bir qatorda biz albatta mana shu nomdor stipendiyalarga va ta'sischilar stipendiyasiga bo'lgan ham miqdoran, ham yondashuvni sifat ham oshirib borishga harakat qilamiz. Bu yil 500 dan ortiq bo'ladigan bo'lsa, o'ylashim bo'yicha keyingi yillardan boshlab biz buni 1000 ga yaqin yetkazamiz. Asosiy maqsad birgina bu ham bo'lsa talabalarni zamon bilan hamnafas holatda zamonaviy bilim va o'zlarini sohasiga bo'lgan intilishni ham ma'naviy, ham moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlash hisoblanadi. Mana o'zi 5-kurs biz, 1 yil qoldi bitirishimizga. Biz o'sha shu narsani o'ylayapmiz, magistratura, ordinaturaga qayerga topshiramiz, qayerga boramiz. Men xohlardimki, aynan o'zimizda Kimyo xalqaro universitetida men xohlagan yo'nalishda agarda magistratura yoki ordinatura ochilganda, men shu yerda qolardim. Va dальше grant yutib olishda davom ettirardim. Chunki menga yoqadi bu yerda o'qish. Men bu yoqdan ketishni xohlamasdim. Bu shunchaki reklama uchun bo'lgan gap so'zlar emas. Jon deb mana shu Kimyo xalqaro universitetida qolgan bo'lardim. Aynan o'zim yo'nalishim bo'yicha magistratura ochilsa. Очень хочу поступить в магистратуру. Я даже узнавала насчет магистратуры в нашем институте, но она дорогая и очень тяжело учиться именно нам местным, потому что там такую планку высокую поставили. Эта магистратура, так скажем, такая же, как в Корее.
и все предметы такие же, как в Корее, и ты там учишь просто лекции, предметы, там книги вот такие толстые дают, и ты должен их всех прочитать, делать какой-то анализ. И человеку, который никогда не владел корейским языком, это очень тяжело. И вот сейчас, если честно, я в раздумьях. Я хочу поступить опять к нам. Я хочу учиться в магистратуре в нашем институте. И было бы прекрасно, если бы я выиграла 75% и продолжила здесь обучение свое.